İlyas alayhissalomni qaytargan narsasi duodan qaytaribdi. Allohdan boshqasiga duo qilishdan qaytaribdi. Xuddi hozirgi kunimizga o'xshaydi. Aytadi, men deydi, avliyolarga borib duo qilyapman, men u yerda namoz o'qib undan so'ramayapman men. Men duo qilyapman faqat deydi. Duoni nimasi yomon deydi. Men qabrlardan so'rab duo qilyapman ulardan deydi. Sajda qilib, enkayib, unaqa qilyapganim yo'q deydi birovlar. O'zini oqlamoqchi bo'ladi. Duoning o'zi ibodat. Allohdan boshqasiga sarf qilsa, Allohdan boshqasidan so'rasa, u shirk bo'ladi, katta shirk bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Va la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka va la yadurruk." Senga foyda ham bermaydigan, zarar ham bermaydigan narsaga Allohni qo'yib shu narsaga duo qilma dedi. Zarar ham bermaydigan, foyda ham bermaydigan narsa Allohni qo'yib turib min dunillah, Allohni qo'yib shu narsaga duo qilib shundan so'rama deyapti Alloh taolo. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zolimin. Agar sen shunday qilsang, Allohdan so'ramasdan, Allohni qo'yib shunaqa narsalardan so'rasang, zolimlardan bo'lasan deydi. Alloh taolo olib kelyapti. Va in yamsaskallohu bizurrin fala kashfa lahu illa hu. Agar Alloh senga bir zararni olib kelsa, Alloh taolo bir zararni olib kelsa senga, shu zararni hech kim ketkiza olmaydi shu zararni. Faqat Allohning o'zi ketkizadi. Alloh taolo bir insonga bir zararni keltirsa, yo bir joyini kasal qiladigan bo'lsa, Allohning o'zi shifo beradi. Uni hech kim shifo bermaydi. Alloh taolo bir insonga farzandni bermagan bo'lsa, uni farzandsiz qilib, bepusht qilgan bo'lsa, uni hech kim urug' yasab bera olmaydi unga. Hech kim yasab bera olmaydi. Illahu, faqat o'zi xohlasa qiladi. Allohning nimasi? O 1000 dona butga borib sig'inmaydimi? 1000 dona arvohlardan foydasi bo'lmaydi. Aytibdi, agar zarar xohlasa Alloh, uni hech kim kashf qilmaydi shu zararni, faqat o'zi deyapti. Va in yuridka bi khayrin fala radda li fadli. Agar Alloh bir yaxshilik xohlasa bandasiga, Allohni xohlagan yaxshiligini hech kim man etib to'sib qola olmaydi. Hech kim Allohning xohlagan yaxshiligini to'sib qola olmaydi. Allohning fazlini rad eta olmaydi. Shuning uchun mo'min odam murtahil qalb deydi. Qalbi xotirjam yashash kerak dunyoda. Alloh sizga yaxshilikni xohlasa, hech kim sizdan tortib ola olmaydi. Alloh yomonlikni xohlasa, hech kim uni daf eta olmaydi. U yomonlikni. Xotirjam yashash kerak. Alloh taolo innal ladina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sodiqin. Alloh taolo yana misol keltirib aytayapti. Sizlar deydi, Allohni qo'yib so'rayotgan arvohlar, avliyolar va hokazo so'rayotgan narsanglar deyapti. Sizlarga o'xshagan bandalar u deyapti. Bizga o'xshagan bandalar. U ham gunoh qiladi, u ham savob ish qiladi, u ham jannatni umid qiladi, do'zaxdan qo'rqadi. Ha, bizga o'xshagan bandalar va sizlarga o'xshagan bandalar nima uchun uni so'rayapsizlar deydi. Ibadun amsalukum, sizlarga o'xshagan bandalar. Qani agar chindan ham shular duolarni qabul qiladi, bu arvohlarni sen bilmaysan, avliyolarni bu karomatlarni sen bilmaysan deyotgan odamga aytayapti-da Alloh taolo. Fat'uhum, duo qil chiqani. Alloh taolo seni duoingni o'sha arvohlar yoki shular seni duoingni ijobat qilarmikin deydi. Duoingni so'ragan narsangni berarmikin shular? Agar sizlar sodiq bo'lsanglar, qani duo qilchi deyapti. Demak, İlyas alayhissalom qavmini qaytargan narsasi butlarga ibodat qilishdan, duo qilishdan, duoni boshqa narsadan so'rashdan qaytardi. Mana yerda bir ko'p odamlar avliyolarga, arvohlarga duo qiladi. Ayniqsa mana sofilar Allohni qo'yib arvohlardan madad so'rashlik joiz deb aytadi. Nima uchun? Ular aytadi, arvohlardan madad so'rashlik joiz deydi. Nima uchun shunday deydi? Bularning javob shu bo'ladi. Bularning
Allohga bo'lgan e'tiqodda ularning aqidalarida katta adashishlik, xatolar bor. Allohga bo'lgan e'tiqodda katta xato bor. Qanaqa xato? Allohning taqdiriga, qadariga, yaxshilik, yomonlikka bo'lgan e'tiqodda adashib ketgan. Mana bu Allohga bo'lgan e'tiqoddagi odamlar, bir bandalar aytishadi. O'zini taqdirini, banda o'zini taqdirini mana shuni yana nima bo'lyapti? Banda o'zini taqdirini o'zi yaratadi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham o'zi qiladi. Xohlasa yaxshilik qiladi. Xohlasa yomonlik qiladi. Bunda hech Alloh taolo unga aralashmaydi. Alloh taoloning taqdiri bilan emas u. U hamma narsani Allohning taqdiri deyaverishlik xato. O'zi xohlasa qiladi, xohlasa qilmaydi. Xohlasa namoz o'qiydi, xohlasa o'qimaydi. Xohlasa yeydi, xohlasa yemaydi. Bu o'zining o'z harakatini o'zi yaratadi banda. Allohning bunga hech aloqasi yo'q. Bandaga aralashmaydi. Alloh taolo dunyo koinotga ishiga aralashmaydi. Bu yaratib qo'ydi Alloh taolo, bundan Alloh taolo aralashmaydi deydi. Bu adashgan toifalar. Bu xudosizlarning toifasi, qadariylar. Alloh taolo aralashmaydi taqdirga degan qadariylarning aqidasi shunaqa. Ular aytishadiki, demak, o burundagi falsafa bir yaxshilik kelib qolsa, tabiatni in'om etgan narsasi deb qo'yishadi. Tabiat in'om etgan yaxshiliklari deydi. Mana tabiatni bizga berayotgan yaxshiligi deyishadi. Alloh taolodan demaydi. İkincisi taifeler aytishadiki, banda deydi, amali qilayotgan ishi, o'zining taqdiri, uni xatti harakatini Alloh boshqarmaydi deydi. Alloh bu koinot ishlariga to'g'ridan to'g'ri aralashib, bu bandaga yaxshilik, bu bandaga yomonlik qilishlikni Alloh bajarmaydi deydi. Balki ruhlarni yuborib, o'rtada ruhlarni yuboradi, Alloh taolo arvohlarni yuboradi. Ruhlarning vositasida, ruhlar orqali yer yuzini Alloh bajarib turadi deydi. Ruhlar vositasida bajaradi yerni deydi. Tushunarlimi? Bu bandani ishlarini ruhlar vositasida hal qiladi. Bu dunyoni va bandani va uni ishlarini Alloh boshqarmaydi. Alloh boshqarmaydi buni. Uni ruhlar boshqarib turadi deyishadi. Sofilarning aqidasi. Shuning uchun ular ruhlarga nima qilishadi? Madad so'rashadi ruhlardan. Ruhlar boshqaryapti deb ruhlarni. Nimaga endi shunday deyapsizlar desa, ular o'zlarining so'zlariga aqliy falsafalar, afsonalar bilan dalil keltiradi. Bizlarning aytayotgan narsamizga dalilimiz bor deydi. Aqliy dalillar olib keladi. Birinchi dalili aqliy dalillardan, chunki bandani amalini va uni yaxshi yomonlikni Alloh yaratsa deydi. Yaxshilik yomonlik kimdan? Allohdan. Alloh yaratsa va shuni qilishni taqdir qilsa, yaxshilik kelsa ham Allohning taqdiri deymiz, yomonlik kelsa ham Allohning taqdiri deymizmi? Shuni Alloh taqdir qilgan bo'lsa, keyin yana uni yomon amal qilganligi uchun azoblasa, qanday bo'ladi Alloh taologa deydi. Ularni aytayotgan dalilini ko'rdingizmi? Siz yomon ishni qildingiz, yomon amalni qildingiz, Alloh taqdir qilgan ekan dedingiz. Shuni qilganingizdan keyin yana Alloh o'zi qildirib turib, keyin qiyomatda yana sizni azoblaydigan bo'lsa, u Allohga durust emas bu narsa. Alloh bundan pok. Shuning uchun bu yerda Alloh bajarmayapti. Ruhlar bizni bajartiryapti deydi. Alloh taoloni saqlab qolamiz deb ruhlar bajartiryapti. Ertaga kuni qiyomatda Alloh taolo bunga nima emas? Ruhlar qildirdi o'rtada. Taqdirni hammasini ruhlar bajaryapti degan falsafani olib keladi-da, qarang. Shu narsadan qutulish uchun ular Allohni aybdor emas bu yerda deyish uchun ruhlar ularni odamdan boshqarib turibdi deyishadi-da. Bularning aytayotgan afsonalarining o'zida ming xil shubhalar bor-da. Ana aytamiz, javob beraylik endi. Ruhlar bandani amalini yaratsa,
Ruh bir odamni amalini yaratgan bo'lsa, ya'ni bir bandaga yomon amal qildirsa, ruhlari ularning aytayotgan so'zi bo'yicha shu amalga majburlab qildirgani uchun bir ruh keldida birovga arvoh shu odamni qildiryapti bir yomon ishni. Namoz o'qitmayapti mana biriga. Ruhlar biriga namoz o'qishtiryapti. Shu amalni qildirsa, Alloh qiyomat kunida bu ruhni ham shu amalni yomon amalni qilgan odamni ham azoblamaydi. Ha? Ruhni ham azoblaydi, bu qildirgan ruhni ham azob. Ha, bir odamga zulm qilsangiz, qiyomat kuni zulm qilganingiz uchun azoblanasiz, to'g'rimi? Ha, bu ruh kelib turib birovga ha shunaqa qilib taqdirni yaratib bersa, ruh. Birovga farzand yo'q qilib qo'ysa, birovga farzand bersa, ruh, arvoh. Ha, bu qiyomatda bu arvoh mas'ul emasmi? Ha? Alloh taolo so'ramaydi. "Ey arvoh, sen nimaga bunga farzand bermading? Bu shuncha mendan so'radi farzand" desa. Nima deydi arvoh? Ha? Ya Allah şeytida adashibman deydim. Afsona, falsafani qarang. Yana aytaylik. Ruhlar o'zini tiriklik vaqtida o'zini amalini yaratishga qodir bo'lmasa, mana men ruhim bor jasadda. Meni o'zimni amalimni o'zim yaratishga qodir bo'lmayapman. Qodir bo'lganimda men boshqacha ishlar bo'lardi. Ertaga nima bo'lishini bilganimda boshqacha ishlar bo'lardi. Ha? Erta kasal bo'lishimni bilganimda, ha? O'lim kelyapti mana. O'limdan o'zimni saqlab qola olmasam, kasallikdan o'zimni himoya qila olmasam, mol dunyoyimga nima uchrayapti? Bankrotga kirib ketay deb turibdi. Bilmayman, borida kirib ketdani. Undan saqlab qola olmasam, o'zimni o'zim saqlay olmasamda, qanday qilib men tiriklik vaqtimda shuni qila olmagan ruh o'lgandan keyin birovlarga baxt saodat berib, birovlarni boy, birovni kambag'al qilib yuradi. Ha? U qanaqa bo'ldi bu ruh? Ha? Agar u chindan ham o'zini saqlay bilganida o'lmagan bo'lardi. Ana shu ruh ko'rasiz, bir avliyolarning, bir olimning ruhi o'ldida o'tib ketdi. Lekin shu avliyoni, shu olimni farzandlari bechora surishtirib kelsang, shunga taqaladigan farzandlar ya qashshoq, ya kambag'al, ya kasal bo'lsa, nimaga kelib uni darrov o'zimniki-yu tur deb turib uniga, ha? Hech qachon u kambag'al bo'lmas kerak, uning avlodi kasal bo'lmas kerak, ularning xohlagan narsasi bo'laverish kerak. Nima uchun unday bo'lmayapti? Falsafalarni ko'ryapsizmi? Qayerdan olishgan ularni? Falsafalarning xatosi. Mayli. Bunga ham uchinchi ruhlar haqida yana aytaylik. Ruhlar endi har xil ruh bor-da, to'g'rimi? Dunyoda bir solih kishining ruhi bor, bir fojir alkashning ruhi bor. Qayerdan bilamiz meni ortimda yurgan ruh alkashning ruhimi, avliyoning ruhimi? Kimning ruhi? Qaysinisidan so'raymiz? Alloh taolo yoki uy dunyoga borganda avliyolarning ruhini oladida, "Bor, sen yer yuzida ishlarni qilasan. Ha, bu qolgan ruhlar bu yoqqa kel" deb turib boshqalarni qamab qo'yadi. Dalil bormi? Ruhlar bo'linadi deganga? Ha? Ko'rdingizmi? Qayerdagi yo'q falsafalarni olib kelib turib, keyin yana ular Allohdan boshqadan so'rashlik joiz deb yana aqliy dalillar yaramadi-ya. Ha? Aqliy aytayotgan, aql bilan aytayotgan dalili o'tmadi. Xo'p, oyatdan ham dalilimiz bor deydi. Mashaalloh. Oyatda Allohdan boshqasidan so'ra degan dalilimiz bor deydi. Qana dalil bor oyatda? Aytadi Alloh taoloni oyatlarda hamma oyatga qarasang, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat Allohga ibodat qilamiz, faqat Allohdan so'raymiz degan oyatlar turibdi. Va idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad-da. Agar bandam mendan so'rasa, ayting, men unga juda ham yaqinman, so'rashi bilan duosini qabul qilaman degan oyat turibdi. Boshqasidan so'ra demayapti. Shunaqa yaqinman, mendan so'ra deyapti Alloh taolo. İza sa'alta fas'alillah va iza ista'anta fasta'iz billah. İsta'azta fasta'iz billah. Payg'ambar alayhisalom so'rasang Allohdan so'ra, panoh so'rasang Allohdan so'ra, madad so'rasang Allohdan so'ra degan hadislar. Endi shirk keltirma degan oyatlar turibdi. Shirk keltirmagin, kim Allohga shirk keltirsa, uning amallari habata bo'ladi degan oyatlar turibdi.
Bular aytadi, ha, bu oyatlar bor deydi. Lekin deydi, Allohga ibodat qil degan oyat turibdi, shirk keltirma degan oyatlar turibdi. O'rtasidagi oyatlarni ham olmayapsizlar sizlar deyapti-da. O'rtasida qanaqa oyatlar bor? O'rtasida qanaqa oyat bor desa, ular bir oyatlarni chala pula yarmini tushunsa tushunmasdan, ma'nolarini o'zlaricha aql bilan tafsir ilmiga qaramaydi, Qur'onning tafsirlariga qaramasdan turib, usullariga, usuli tafsirlarni qaramay, o'zlarining aqli bilan xohlaganday Qur'onni haligi Bani Isroil hintah deb aytdi desa, nima hitta deb aytdi desa, hinta deb aytishdi-ya. Gunohimizni kechir desa, don boshaq deganga o'xshab, bular ham oyatlarni xohlaganday burishadi-da aytishyapti. O'rtada oyatlar bor, vosita oyatlar deydi. Faqat Allohdan so'rayverish, o'rtada vositalar bor, vositachilardan so'ra degan oyatlar bor deydi. Qayerda u oyat deysiz? Qani u oyat desangiz, Fath surasining 4-7 oyatlarida Alloh taolo lillahi junudus samawati val ard, Allohning osmon yerlarda askarlari bor degan oyatni. Alloh taoloning osmon yerlarda askarlari bor degan oyatni olib keladi. Sofilar. Xo'p, Alloh taoloning askarlari bor. Va aytadi, Alloh taolo to'g'ridan-to'g'ri yer yuzida insonlarning hamma koinotni boshqarayotgan bo'lsa, butun koinotni boshqarayotgan bo'lsa Alloh taolo va insonlarning yaxshilik, yomonligini Alloh taolo beryapsa, Allohga askarni nima keragi bor deydi. Alloh taolo askar nima? Bundan maqsad ruhlar deydi, askardan maqsad. Ruhlar boshqaryapti yerni deydi. Askarlari Allohning askarlari ruhlar deyishadi. Xo'p. Birinchi javob, Alloh taolo bu oyat lillahi junudus samawati val ard. Mufassirlarning jami mufassirlar Qur'on tafsir qilgan ulamolar. Aqlimiz bilan Qur'on tafsir qila olmaymiz. Junud askarlar kimlar deganda, Badr kuni Alloh taolo Badr jangida payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo farishtalarni tushirdi. Farishtalar tushib jangda musulmonlar bilan qo'shilib jang qildida, kofirlar mag'lub bo'ldi, mushriklar. Va shu jangda Alloh subhanahu taolo farishtalarni tushirdi. Hattoki jangda turganda ba'zi kofirlar aytgan, men buni asirga oldim deganda, kofirlarga yo'q, bu meni asirga olmadi. Meni asirga olgan oq yuzlik, juda ham chehralari kelishgan boshqa bir inson oldi asirga deb aytishadi. Farishtalar asirlarga tushirib bergan edi. Farishtalarning qatnashganligi Alloh taolo junud deb ana farishtalarni aytdi. Demak, agar farishtalar bo'lsa, bu yerda arvohlarning hech aloqasi yo'q. Farishtalar bu yerdagi maqsad arvohlar degan emas, askarlari bor deganda arvohlar yuribdi degan narsa emas ekan. Va yana Ahzob kuni Alloh subhanahu va taolo Allohning askarlari ko'p, juda ham ko'p. Alloh xohlasa shamol yuboradi, xohlasa yomg'ir yuboradi, xohlasa bir qichqiriqni yuboradi, xohlasa Jabroilni yuboradi. Qanotini shunday tiqib turib, Lut alayhisalom qavmini osmonga olib chiqib turib, yerga antarib nima qildi? O'girib tashlavardi. Jabroil alayhisalom. Xohlasa Jabroil alayhisalomga bir qichqiriq degan edi, Yasin, ashab Yasinni hammasi halok bo'lib ketdi bir qichqirig'i bilan. Demak, bularning hammasi Allohning askarlari. Fir'avnga Alloh taolo chigirtkani yubordi. Alloh taolo qonni yubordi. Alloh taolo selni yubordi. Bular askarlar, tufon yubordi Nuh alayhisalomga. Bular Allohning askarlari. Hammasi Allohning amriga binoan ish qiladi. Hammasi. Allohning askarlaridan maqsad mana shu Ahzob kunida butun kofirlar yig'ilib, Ahzob degani o'zi to'dalar degan. Butun kofirlar o'zining jigarlarini butun tashab islomni yo'q qilamiz deb jamlanishgan. 10 mingdan ko'p kofirlar jamlanib turib, Madinaga kelib payg'ambar alayhisalomni yo'q qilib ketamiz deb kelgan. Ahzob. Shunda Handoq qazilgan. Handoq ya'ni chuqurlarni kavalab, kofirlarni bu yoqqa o'tmaslik uchun naryoqda turishib, ana shu kofirlarni o'tkazmasdan chuqur kavalab qo'ygan. Ana shu Ahzobda musulmonlarning qo'lidan hech narsa kelmas edi, ularga qarshi chiqishlik mumkin emas edi. Ular shunday kiradigan bo'lsa, tepkilab yo'q qilib ketardi. Alloh taolo o'zini askarini yubordi. Bu esa shamol. Qattiq shamol esganida kofirlar aytdiki, hozir biz mayda halok bo'lamiz, yo bir-birimizni yo'qotib qo'yamiz. Hamma qo'lini ushlab olsin bir-birini deb, bir-birini qo'lini ushlashib turib qaytib ketishdi orqaga. Allohning askarlari mana. Alloh subhanahu va taolo askar yubormasdan, shamol yubormasdan yoki bo'lmasa Jabroilni yubormay yoki bo'lmasa farishtalarni tushirmasdan Alloh taolo yo'q bo'l desa yo'q bo'lib ketishga qodir emasmidi ular? Qodir edi.
Alloh taolo tufon yubormasdan, boshqa yubormasdan, sel yubormasdan yo'q bo'l derishsa, yo'q qilishga Alloh qodir edi. Kun fayakun. Bo'l deyishi bilan hamma narsa bo'ladi. Nimaga unda Alloh taolo askarga muhtoj bo'lyapti? Alloh taolo askarga muhtoj emas. Alloh taolo o'zining qudratini ularning askaridan kuchli ekanini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Agar Alloh taolo yo'q bo'l desa, yo'q bo'lib ketsa, unda Allohning qudratini ko'rishmasdi. U yerda kimlardir Allohning qudratini ko'rib turib, haqiqatan ham bu bir mo'jiza bo'ldi deb ibratlanishlik kerak edi. Musa alayhisalomni Fir'avn quvib kelib, dengizni ikkiga bo'lib turishligi Alloh taolo, dengizni bo'lib turib, keyin dengiz bilan g'arq qilishligi dengiz Allohning askarlaridan. Alloh taolo dengizni bo'lmasdan turib Musa alayhisalomni shunday uchirib bu yog'iga o'tkazib, narigilarga yo'q bo'l desa, yo'q bo'ldirishga qodir edi. Lekin bu Allohning bir mo'jizalari, qudratini yana ham kuchli ekanini bildirish uchun Alloh taolo mana shu narsani ko'rsatdi. Va ma ya'lamu junuda robbik illa huwa deydi. Ikkinchi bir oyatlar oladi. Yo'q, o'rtada askarlar bor. Allohning junud askarlarini bilmaydi, faqat u biladi, Alloh biladi. Allohning askarlari bor, uni bilmaydi, faqat u biladi deydi, aytadi, mana ruhlar bor, uni ko'p odam bilmaydi. Faqat Alloh biladi, o'rtada yurgan ruhlar madad berishini deyshadi-da. Ruh degan shu madad, shunaqa oyatlarni o'zlariga ishlatishadi. Birinchidan Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Allohning askarini bilmaydi, Allohning askari nima ekanini bilmaydi hech kim. Faqat o'zi biladi deyapti. Bizga qanaqa Alloh askar yuboradi-da, bizni ustimizga halok qiladi, Alloh biladi uni. Boshqa ummatga nimani yubordi Alloh? Qanaqa narsa bilan halok qildi? Ular shu yuborguncha bilgan emas. Bilmaydi deyapti. Siz qayerdan bildingiz ruhlar ekanligini askari? Ruhlar Allohning askari deyotganlar, Allohning askari ruhlar deyotganlar, qayerdan bildiki u ruh ana shular ekanligini? Alloh aytayaptiki, askarini hech kim bilmaydi, faqat o'zi biladi deyapti. Qaysi dalil bilan ruh u Allohning askari deysiz? Va yana bu oyat asli boshqa narsaga tushgan. Asli boshqa narsaga tushgan. Allohning askarini faqat o'zi biladi degan oyat boshqa narsaga tushgan. Qur'onni tafsiriga qaraymiz. Tafsirda aytadi, Alloh subhanahu payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga nima Utba keladi. Utba keladida payg'ambar alayhisalomga aytadi, ey Muhammad alayhisalom, agar siz dunyo xohlayotgan bo'lsangiz, bu da'vatingiz bilan biz sizga dunyo yig'ib beramiz. Agar siz bu nima bilan podshohlik xohlayotgan bo'lsangiz, sizni podshoh qilib olamiz. Va hokazo shunaqa narsalarni aytadi. Aytgandan keyin payg'ambar alayhisalom aytadi, ey Utba, bo'ldingmi deydi, aytib bo'ldingmi deydi. Bo'ldim deganda payg'ambar alayhisalom unga oyat o'qiydi. Payg'ambar alayhisalom unga bir oyat o'qiydi. Shunda haligi oyatni eshitgandan keyin oyoq qo'li qaltirlaydi. Qavmiga boradi. Iymon keltirishga ozgina qoladi. Lekin qavmining, "Hey, sen aldandingmi? Muhammadning diniga o'tib ketdingmi?" degan so'zlardan keyin o'zini orqaga tashlaydi. Keyin Alloh subhanahu va taolo bu Utba haqida sauslihi saqar, uni do'zax saqar degan do'zaxga kirgizamiz. Va ma adraka ma saqar, saqar qanaqa ekanini qayerdan bilasiz? La tubqi va la tazar, hech narsa qoldirmaydigan shunaqa bir juda ham azobi qattiq do'zax. Lawahatun lil bashar alayha 19, u do'zaxda 19 ta farishta bor azoblab turadigan deydi. 19 ta farishta bor deydi. 19 degan sonni eshitgandan keyin kofirlar, 19 ta farishta bor degan sonni eshitgandan keyin kofirlar bulardan Abu Jahl kuladi. Kulib aytadi, ey Quraysh deydi. Ey Muhammadni qo'rqitayotgan narsasi 19 ta farishta bilan qo'rqityapti. Shundan qo'rqib yursizlarmi deydi. Ha, sizlar minglagan askarsizlar u deydi. Ha, har bittanglar 10 tanglar bittasini ushlasanglar deydi. 190 odam deydi, 19 farishtani deydi, nima qilib tashlamaysizlar deydi. Qo'rqmanglar deydi. 200 odam hal qiladigan ish ekan u deydi-da. Degandan keyin Alloh taolo aytadi, "Va ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Do'zax egalarini azob beradiganlar faqat farishtalar qildik. U yerda azob beradiganlar farishtalar. "Va ma ja'alna iddatahum", ularning sonini aytishligimiz maqsad odamlarga fitna, imtihon bo'lish uchun edi deydi. Odamlar 19 ta farishta bo'lsa hech narsa emas ekan deb fitna bo'lishlik, imtihon uchun uni adadini aytgan edik deyapti Alloh taolo. 19 ta. Lekin uni adadini hech kim bilmaydi u yerda qancha farishta azob berishini. Lekin Alloh taolo 19 ta degan vaqtida ularni imtihon qilish uchun.
Lillazina kafaru kafir kishilarga imtihon bo'lish uchun. Liyastayqinallazina utul kitab kitob egalari unga iymon keltirishlari uchun va ularning iymoni ziyoda bo'lishi uchun aytdik. Va la yartaballazina utul kitab kitob berilgan odamlar shubhalanmaydi bunga. Mo'minlar shubhalanmaydi, lekin qalbida kasali bo'lganlar, kofirlar bunga shubhalanadi. Alloh taolo bu misolni nimaga aytib keldi ekan deb ular shubhalanib turadi dedi. Kazalika yudillulloh man yasha. Alloh taolo shunday xohlaganini adashtiradi, xohlaganini hidoyat qiladi. Allohning askarini hech kim bilmaydi, faqat u biladi dedi. Oyat mana shunga tushgan. Allohning askarini hech kim bilmaydi, faqat o'zi biladi degan oyat 19 ta deb aytilgan bilan bu yoqda qanaqa askarlari bor ekanligi faqat o'zi biladi degan. Do'zaxdagi narsa u. Dunyoda arvohlardan so'rasang, arvohlar ekan, u askarlari ekan degan falsafalar noto'g'ri narsalar. Va yana keyin aytadiki, buni ham qabul qilmasanglar, boshqa oyatimiz bor deyshadi. Qanaqa oyatingiz bor desangiz, va ayyadahu bi ruhin minhu. Alloh taolo o'zi tarafidan bo'lgan bir ruh bilan madad berdi degan oyat. Ruh bilan madad berdi degan oyat aytadi. Qanaqa bo'lib ruh bilan madad beradi? Alloh taolo bir insonga so'ra deyapti-da ular. So'ra, ruh bilan madad beraman deyapti Alloh taolo. Ruhlardan so'radi. Qanaqa qilib madad ber? Bu oyat to'lig'icha o'qiydigan bo'lsak, oyatni avvali va oxiriga qaraymiz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan qavmni Allohga dushman bo'lgan, oxiratga dushman, payg'ambarga dushman bo'lgan odamlarni do'st qilib ushlayotganini ko'rmaysiz dedi. Allohga, oxiratga iymon keltirgan odam Allohni va payg'ambarni dushmanini do'st qilishi mumkin emas ekan. Do'st qilib ushlashlik mumkin emas ekan. Unga muhabbat qo'yish, uni yaxshi ko'rishlik. Ba'zi joylarda musulmonlarning ichida shunaqa xislatlar bo'ladi. Musulmonni yomon ko'radi, musulmonni ayblaydi, lekin kofirni ko'rgan vaqtda oldiga tushib yugurib ketadi. Kofirni ko'rgan vaqtda oldiga tushib yugurib yuradiganlar bo'ladi. Alloh taolo Alloh va rasuliga dushman bo'lgan odamni mo'min odam do'st tutmas ekan. Walau kanu abahum, agar otalari bo'lsa ham deyapti. Ota, ona haq huquqi bor. Agar otang kofir bo'lsa ham, onang kofir bo'lsa ham haqqini ado et deydi. Lekin do'st tutishlik bo'lak narsa. Bu qalb narsasi. Va agar u aka ukang bo'lsa ham, agar u qarindosh urug'ing bo'lsa ham deyapti. Allohning dushmani bo'lsa, uni do'st tuta olmas ekanmiz. Payg'ambarni so'kib tursa, Allohni so'kib turgan bo'lsa, Allohning dinini, shariatni masxaralab turgan bo'lsa, qarindoshingizga kirsangiz soqolingizni ustidan kulib turgan bo'lsa, deb, yoki bo'lmasa ayolingizni o'ralganligidan, hijob, ro'mol o'raganligidan ustidan kulib o'tirgan bo'lsa, u insonni do'st tuta olmaysiz ekan. Shariat, din, Muhammad alayhisalom shariati shu ekan. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Ana do'st tutmaganingizdan keyin shunday odamlarni, qarindosh urug'ingizda ham shunday. Alloh taolo harom qilgan to'yini qilsa, Alloh taolo harom qilgan nimani, aroqlarni sochsa, siz endi qarindosh qanday bo'ladi endi bu deb qarindoshligidan o'tamayapsiz. U bo'lsa uyalmay, netmay, gunohni Alloh taolo kechirmaydigan gunoh jahriy qilingan gunoh. Maxfiy qilingan gunohlarni kechirar ekan. Alloh taolo mujahir gunohni qilib turib oshkora qilib yurgan insonni kechirmas ekan. Oshkora qilib yurgan, gunohini oshkora qilib yurgan insonni Alloh taolo kechirmas ekan. Bu gunohini oshkora qilib hammani chaqirib, hammaga aroq ichirib, xursand bo'lib, kulib ketsa, Alloh taoloning bir zig'irday hurmatini qilmasa, siz endi bu insonni hurmat qilishga nima narsa sizni unday? Shuning uchun aytayaptiki, agar qarindoshing bo'lsa ham deyapti. Ana shunday qila olganingda deyapti, sen haqiqiy mo'min bo'lib qalbingda iymon bilan shu ishni bajara olgan vaqtingda Alloh taolo ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ularning qalbiga Alloh taolo iymonni yozadi deyapti. Bilib qo'ying, ungacha iymon bo'lmas ekan qalbda. Ungacha ham biz o'zimiz aldab yurgan, o'rtada u yoqni ham xafa qilmay, bu yoqni ham xafa qilmay yurgan odam hisoblanamizda.
Qachon haqiqiy dinni ushab, payg'ambar alayhisalom shariatini ushaymiz, shunda bizni qalbimizga Alloh iymonni yozar ekan. Va ayyadahu bi ruhin minhu, o'zi tarafidan ruh bilan quvvatlaydi degan so'z qanday bo'ladi? Ruh bilan qanday quvvatlaydi? Ruh bilan quvvatlaydi degan ulamo, mufassirlar, Qur'on tafsir aytgan odamlar, ruhdan maqsad Qur'on bilan Alloh taolo mustahkam qilib qo'yadi uni degan, qalbini. Qur'onni o'qiysiz, qalbingizga iymon, xotirjamlik paydo bo'ladi. Ruh bilan degani Qur'on bilan uni qalbini. Ba'zilar aytgan ekan, dushmaniga g'olib kelishlik bilan, nusrat bilan Alloh taolo uni nima qiladi degan ekan, quvvatlaydi, ruh bilan quvvatlaydi degani shunday degan. U ruh degani dadasini, bobosini o'lib ketgan odamning ruhi kelib shu yerda yasha bolam qatirding demas ekanda. Ba'zilarning dadalari alkash bo'lib o'lib ketgan. O'zi dinga qarishi bo'lib, Alloh yo'q deb o'lganlar bo'lgan. Ularning ruhi kelib, zo'r qilyapsan demaydi desira. To'g'rimi? Bolam, qatirding mana, yaxshi dinni mahkam ushlayapsan demaydi-da u. O'zi kommunist bo'lib o'lib ketgan bo'lsa. Xo'p. وَلَقَدْ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Boshqa bir oyat aytib, biz İsa ibn Maryamga bayinatlar, hujjat, dalillar, oyatlarni berdik va uni Qudus ruhi bilan, ya'ni muqaddas ruh bilan uni quvvatlab, madadlab qo'ydik deydi. Muqaddas ruhdan maqsad nima o'zi? Muqaddas ruh, arvohlar, avliyolarning ruhi deyishgan ekan. Bu noto'g'ri. Muqaddas ruhdan maqsad Jabroil alayhissalom bilan kuch-quvvat berdik degan ekan. Jabroil alayhissalom yordam bergan ekan, farishta. Alloh taolo mana Shuara surasida aytadi: "Innahu latanzilu robbil alamin." Qur'on Robbil alaminni tushirgan narsasi. Nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin ishonishlik, omonatdor ruh uni olib keldi deydi. Qur'onni arvoh, avliyolarning arvohi olib kelganmi, farishta olib kelganmi? Kim ruh olib kelgan deydi? Farishta olib kelgan. Qaysi farishta? Jabroil alayhissalom olib kelgan. Nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin, ruh hech kim aytmagan, uni arvohlar olib kelgan. Qur'onni Jabroil alayhissalom, ruhul amin shu. Ruhul Qudus bilan biz ta'yid qildik, madad berdik degani mana shu narsalar ekan. Demak, bu e'tiqodlar mana noto'g'ri e'tiqodlarni olishganligi sababli ba'zi bir adashgan toifalar ruhlardan madad so'rashga o'tib ketgan. So'rab, duo qilib, ruhlar madad beradi, avliyolarning ruhi madad beradi deb turib, Alloh taolo Qur'onda bo'lsa, "Va la tad'u min dunillah", Allohni qo'yib foyda bermaydigan, zarar bermaydigan narsaga duo qilma deyapti. Allohni qo'yib turib, foyda bermaydigan, zarar bermaydigan narsaga duo qilmagin deydi. Tavassul, xo'p, o'rtaga qo'yib so'rashlik bormi, yo'qmi? O'rtaga qo'yib so'raydigan narsa 3 ta narsani o'rtaga qo'yib so'rash mumkin ekan. Qayerdan bildik? Bizga shariat o'rgatdi bizga. Mana shu narsani so'rash mumkin ekanligini shariat o'rgatdi. Qaysi narsalar bu 3 ta narsani o'rtaga qo'yib so'rash mumkin ekanligi? Birinchisi, o'rtaga qo'yib so'ramoqchi bo'lsangiz, ey Alloh, seni go'zal ismlaring, oliy sifatlaringni o'rtaga qo'yaman. Sening buyuk ismlaringni, Rahmonsan, Rahimsan, Qahhorsan, Vahidsan, Ahadsan, Samadsan, sen behojatsan deb Allohning buyuk ism sifatlarini qo'yib turib, Alloh taoloni o'rtaga qo'yib so'rashlik ekan. Mana shunaqa zotsan sen, shularni qo'yib turib so'rayapman, bergin deb so'rasangiz bo'lar ekan. O'rtaga qo'yayotgan narsangiz Alloh bo'lyapti-da. Bunga dalil bormi desak, Alloh taolo "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allohning go'zal ismlari bor, shularni o'rtaga qo'yib so'rab duo qilinglar deyapti. Alloh taoloning ismlarini qo'yib so'ra. Mana Abdullah ibn Buraydani kelgan hadisda aytadi: "Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad." Mana shu duoni ayt. Bir kishi shu duoni aytdi: "Ey Alloh, sen yolg'iz ekanligingga guvohlik beraman. Sen ilohsan, sen Allohsan, sendan boshqa iloh yo'q. Sen bittasan, sen samatsan va tug'magan, tug'dirmagan, tug'ilmagan va senga teng keladigan zot yo'q. Ey Alloh, mana shunaqa narsalar bilan
seni sifatlaring bilan, ismlaring bilan so'rayman deyotgan edi. Payg'ambar alayhisalom eshitib turdi-da, aytdiki, Alloh taoloni eng ismi azam, buyuk ismlari bilan so'rayapsan. Kim bu bilan so'raydigan bo'lsa, agar duo qilsa, duosi ijobat bo'ladi. Nima narsa so'rasa, so'ragan narsasini albatta Alloh beradi degan ekan. O'rtaga qo'yib so'raydigan narsa nima ekan? Allohning ism azami va Allohning sifatlarini qo'yib so'ra. Ikkinchisi at-tawassul ilalloh bi amali solih. Solih qilgan amalingizni o'rtaga qo'yib so'rashingiz mumkin ekan. Qilgan amalingizni o'rtaga qo'yib so'rashingiz mumkin ekan. Ey Alloh, falon amalim bilan qilganim sababli meni mana shu narsalardan qutqazgin deb so'rasangiz bo'lar ekan. Senga iymon keltirganman ey Alloh. Seni haq zot ekanligingga yagonasan. Albatta shifo seni qo'lingda, Alloh shifo bergin deb so'rang. Sen qodir ekanligingga meni iymonim komil, qodir zotsan Alloh taolo, musibatimni ko'tarding, so'rang. Iymoningizni o'rtaga, ey Alloh, senigina muhabbat qilganman. Senga muhabbat bu ham bir ibodat. Allohga muhabbat qo'yish. Ittiba payg'ambaringga ergashganligimni e'tibori bilan deb so'rang. Mana buning dalili bormi endi shunday so'rashga desa, ha, dalili Qur'onda allazina yaquluna robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabanna. Mana aytishar ekan. Alloh taologa aytadigan kishilar, ey Alloh Rabbimiz, biz senga iymon keltirganligimiz sababi iymon. Shu iymonimiz sababli bizni gunohimizni kechirgin, do'zaxdan saqla der ekan. So'rayapti, gunoh kechirilishligini, do'zaxdan saqlashni. Nimani o'rtaga qo'yapti? Iymonni o'rtaga qo'yib so'rayapti. Robbana amanna bima anzalta wattabana rasul faktubna ma shahidin. Ey Alloh, biz seni tushirgan narsangga iymon keltirdik. Ya'ni Qur'onga iymon keltirganni o'rtaga qo'yapti. Qur'onga iymon keltirdik va payg'ambaringga ergashdik. Ana ikkita narsani so'rayapti. Senga Qur'onga iymon keltirdim ey Alloh, payg'ambaringga ergashdim ey Alloh, meni shohidlardan qilib yozgin qiyomat kunida dedi. Qiyomat kunidagi oliy martabani so'rayapti. Ikkita narsani o'rtaga qo'yib. Uchinchisi o'rtaga qo'yib so'rashlik joiz bo'lgan narsa tirik hozir yoningizda turgan insondan, tirik yoningizda turgan insondan nima qilishlik ekan? Qodir bo'lgan solih bandadan duo qilishni so'rashlik. Tirik bo'lsa, yoningizda tursa, qodir bo'lsa, duo qilishlikka yoki biror narsani sizga berishlikka qodir bo'lsa, so'rasa bo'lar ekan. Fastaghathahu allazi min jundi Musa alayhisalom nimasida nima dedi? Min fiatihi. Musa alayhisalomning nasda Musa alayhisalomning to'dasidan bo'lgan kishi Musodan madad so'radi deydi. Musa alayhisalom tirik edi, yonida turgan edi. Qibtiylik urushayotgan vaqtida Musa alayhisalomning qavmidan bo'lgan kishi nima qildi? Qibtiylikka yordam berdi. Mana bunga qarshi yordam berdi, Musodan madad so'radi. Musa alayhisalom kelib bir urgan edi, o'ldirib qo'ydi. Tirik odamdan madad so'rab, yordam so'rasa bo'ladi deydi. Yoki bo'lmasa tirik odam solih kishi bo'lsa, shu kishiga duo qilishlikni so'rasa bo'lar ekan. Bir haqqimga duo qilib bering yoki falon narsaga duo qilib bering deb so'rasa bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom jumada turgan vaqtida bir a'robiy kishi kelib, "Ya Rasululloh, o't cho'plar qurib ketdi, hayvonlar suvsiz qoldi, hamma narsa shunday bo'lyapti. Duo qiling, Alloh yomg'ir yog'dirsin" dedi. Payg'ambar alayhisalomdan so'radi. Payg'ambar alayhisalom duo qilgan edi, yomg'ir yog'di. Demak, tirik bo'lgan odamdangina so'ralsa bo'ladi degan ekan. Lekin o'lgan kishilardan so'rashlikni shariat qaytargan ekan. Atad'una balan va tadharuna ahsanal xoliqin. İlyas alayhisalom aytdiki, sizlar Ba'alni qo'yib, Alloh taoloni qo'yib Ba'aldan so'raysizlarmi duo qilib? Alloh robbakum va robba abaikumul avvalin. Alloh sizlarning Robbingiz va sizlardan avvalgilarning Robbisi degan edi. Fakazzabuhu. İlyas alayhisalom yolg'onga chiqarishgan ekan. Yolg'on aytyapsan degan ekan. Shuncha odamlar Ba'alga duo qilishadi, bilmabdimi shular? Shuncha ota bobolarimiz Ba'al degan butga duo qilib o'tgan, ular bilmabdimi? Bugun kelib sen aytasan bizga dedi. Yolg'onga chiqardi. Fa innahum la muhdarun. Alloh taolo aytadi, ularning hammasi la muhdarun, qiyomatda jahannamda to'planadi deydi. Hammasi jahannamga Alloh subhanahu va taolo to'planadi ular. Illa ibadalloh muxlasin. Faqat ixlos bilan, faqat Allohga ibodat qilgan bandalargina bundan aman qoladi. Va tarakna alayhi fil akhirin. İlyas alayhisalomni o'zidan keyingilarga bir ibrat qilib qo'yib qo'ydik.
Selamun ala İlyasin, İlyasga salom bo'lsin deydi Alloh. Inna kadalika nazzil muhsinin, yaxshi kishilarni Alloh taolo mana shunday mukofotini beramiz. Innahu min ibadinal mu'minin. İlyas alayhisalom bizga iymon keltirgan mo'min bandalarimizdan edi dedi. Payg'ambar va mo'min bandalardan deb hisobladi. İlyas